Bir kuni yigit donishmand insonga nolibdi. Meni oladigan katta maoshim yo'q, sevgan ishim ham yo'q, ishongan do'stlarim ham yo'q, ishga boradigan mashinam ham, so'nggi modadagi kiyimlarim ham yo'q, ertangi kunga umidim ham yo'q deb o'kinib so'zlay boshlabdi. Donishmand yigitga qarab, albatta, sizda ko'p narsa yo'q. Tuzalmaydigan kasallik yo'q, nogironlik yo'q. Uyda qarash kerak bo'lgan bemoringiz ham yo'q, majbur bo'lib ishlaydigan og'ir ishingiz yo'q, kallangiz bilan kirib ketgan qarzlaringiz ham yo'q. Va agar shunaqa sizda yo'q narsalarni sanasangiz, kayfiyatingiz darrov ko'tariladi. Yomon holat bo'lmagani uchun shukr qilsangiz, umid ham paydo bo'ladi deb javob beribdi. Gohida bizda yo'q narsalar uchun noliymiz-u, borini o'ylab shukr qilishni unutib qo'yamiz.